Monika podpishkar bor-ku, men mashinani olmashtirdim. Oydin opa o mashinani yukibpa degichi bilan sotib jardi bor-ku. O o'kkarning ichimuncha chiqiri. Odam qabrga kirgan deb qoldi. Ko'taray, narkoza bir qo'yapti ko'rib turaylik. Ko'tar. O'kka hali narsalar bor. Kecha o mashindan hamma narsani tushirib oldim bor-ku. Hali bunga joylashtirguncha abi to'p ketadi bor-ku. Lekin ko'ryapsanmi o'sha hidini? Bu mashinaning ishidan bor-ku, atirdan hidi kelar ekan bor-ku. Faqat atirdan hidi kelar ekan. Rosakka guk atir sepkanma dedim bor-ku. Parlament degi sigaret. Mana bu endi bu o'zi boylar uchun, bu o'rta hollar uchun, o'rtachalar. Mana bu jingil sigaret chegaman deganlar uchun bor-ku Monika. Hozir menga bitta jajigalka bilan bitta soqich qo'yib qo'yamiz zo'rida. Bitta sigaret 100 so'm yo 50 so'mda. Xohlagancha chegaversin bor-ku. Bachalarni qo'yish kerak hali. Likil. Uy qurganda ham oytag'i eng asosiysi deydi. To'xta yaxshi qil deydi. Fundamentni yaxshi qo'ysang, uying uzoqqa boradi deydi. Eng asosiysi mana shu transformatorda bor-ku, yaxshilab o'rnatishimiz kerak. Qolgani bekor. Rossiyada bor-ku, nalit qortadagi pul jetib ortar ekan. Biz nalitchima degichi pul bor-ku, naq pul unday ehtiyojga ham kerakmas ekan bo'lgan. Jo'atdi mana. Aytaman pullarga 1000 talik jo'atdi, men yoqda 5 taliklar ham bor. Gap yo'q dedim bor-ku. Bular joylashtiramiz. O mashinaning miniga tig'ib bergan, mini joylarga ham tig'uvdimda puldan hammasi 1000 taligi va boshqa to'lib ketdi. Ko'ryapsizmi? Ring deydi-ku. 1,5 soatma vaqt deganda nihoyatda bor-ku, joylashtirdim. Hamma narsani o'z holiga chinnidek qilib joylashtirib qo'ydim. Mana soqishni ham qo'yib qo'ying. Soqich chegaman deganlar, choy neyman deganga soqicham Monika. Jirakni qarang. Buni men shega jo'shtirib qo'yaman. Narkozining jiragi bo'sh deganini bildirib turadi bor-ku. Hamma qomat.